İkinci mavzu Amerika Qo'shma Shtatlarının Tayvan siyosati. Tayvanda o'tkazilgan saylamdan keyin qayerdan kelib, qayerga bordi mavzuli xabar. Har qaysi taraflarning ko'z qarashida farq bor mavzuli xabar. Birinchi ayning 20-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining rahbari Tsai Ing-wen xonim birinchi ayning 16-kuni yuqori bilat soni bilan Tayvanga prezident bo'lib saylandi. Bundaq ahvol ostida Amerikaning Tayvan bo'g'izi siyosati tartib selinish kerakmi yoki hozirgi holatini saqlashi kerakmi? Amerika olimlari, sobiq amaldorlar va Tayvan bo'g'izining ikki tarafidan kelgan axborotchilarning ko'z qarashlari farqli ekan. Washington Wilson markazi Kissinger Jungo Amerika munosabat tadqiqot organi birinchi ayning 19-kuni o'tkazilgan suhbat yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining sobiq amaldori Tayvanda va Jungodan kelgan 2 nafar muxbir o'xshash bo'lmagan iddialarni ko'rsatib o'tdi. Jungoda turgan sobiq bosh elchi Stapleton Roy apandi undaq hisobladi. Tayvan masalasi egilik huquq zimin butunligiga berib chetiladigan masala. O masala urush paydo qilg'ich zo'r masala. Amerika Jungo munosabatiga daxl tarvuz qila oladigan bir zo'r masala. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligi Jungo ishlari bo'limining sobiq amaldori Joseph Bosko mundaq hisobladi. Endi bu yer amaldorlarning ko'z qarashidagi farqlarni sizlarga so'zlayapmiz vatandoshim. Jungo Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini cheksiz orqaga so'rashga yo'l qo'ymaydi. Bosko shundaq deydi. Amerika tez arada strategik mujmal siyosatidan voz kechib, Tayvanni qo'g'daydigan maydonni aniq bildirishi lozim. Bosko davlat mudofaasi ishlagan amaldor Bosko deydiki, Amerika tez arada Tayvanga qaratgan strategik mujmal siyosatidan voz kechib, Tayvanni qo'g'daydigan maydonini bildirishi lozim. Joseph Bosko mundaq ko'rsatdi. Tayvan ishlari munosabat qonuni kuchaytirilishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti aniq ko'rsatib, Amerika har qanday badal to'lashga qaramay Tayvanni qo'g'daydi deb bildirishi kerak. Mundaq bo'lmaydi ekan, Beijing qattiq qo'llari Tayvanga davomli propoza ishiltidi. Joseph Bosko eng oxirida mundaq ko'rsatdi. Tsai Ing-wenning Tayvanda prezident bo'lib saylanishi va uning ifodasi so'zlagan nutqlari Amerikada siyosat sohasidagilarda cho'nqur ta'sirot qoldirdi. Tsai Ing-wen xonim ehtiyotchan bo'la oladi. Osoyish ichida Tayvanga rahbarlik qilib, Amerikaning oqko'ngillik bilan muomala qilishiga erishdi. Men Amerika amaldorlarining Tayvanga yuqori darajalik amaldorlarni avatib, Tsai Ing-wen xonim bilan hamkorlashib, bu amaldorlar Tsai Ing-wen xonim bilan hamkorlashishi kerak ham eng oxirida ularni Tsai Ing-wen xonimni Amerikaga ziyoratga taklif qilishini umid qilaman. Bosko apandi dediki, bu qatam Tayvanda saylangan prezident bo'lib saylangan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining raisi yoki hozirgi prezidenti hisobda Tsai Ing-wen xonimni Amerikaga kelishga va ziyorat qilish taklif qilish kerak deydi. Bu maqolamiz yana boshlaymi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanga qaratgan mujmal siyosatni voz kechib, endilikda Tayvanni qo'g'daydigan qat'iy maydonni ifodalash kerak deydi. Vatandoshlarim shuning diqqat qildiki, biz so'zga ikkileksiyada gapning uzoyi yoki gapdagi rangning quyuqlik darisi, aniqlik darisi o'zgarib kelyapti. Diqqat vatandoshim.